Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zihiddosh Jigarli. Bu bizning yangi kanaldagi birinchi videomiz bo'lgani uchun qo'llab turasizlar degan umiddaman. Xullas, bu videomiz nima haqida desanglar, bugungi videomizda sizlar turnir ko'rasizlar. Forex Pro klani tomonidan SO2 turnir tashkillashtirilgandi va bu turnirda 3 ta o'rin, ya'ni birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarga prizlar qo'yildi. Umumiy hisobda esa 500 gold qo'yilgan. Nice. Xullas, bugun shu turnirni birinchi kuni sizlar ikkita o'yinni ko'rasizlar. Чего, блядь? Va mana ekranlarga tablitsani chiqarib qo'yamiz. Va mana shu tablitsadagi mana shu ikkita guruhlar o'ynaydi birinchi o'yinimizda. Bo'lmasa qani ketdi. Xullas, qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, jigarlar. Bugun birinchi o'yin va unda 13 ta raund bo'ladi va ikkita o'yinchi o'ynaydi. Ikkalasi ham Forex Pro klani o'yinchisi. Birinchisi H2 Forex Pro klani o'yinchisi, kuchli o'yinchi va ikkinchi kuchli o'yinchilarimizdan biri bizning jigarlarimizdan biri Ziko. Ko'ramiz 13 ta raundli kim yutarkan. Hashko biretti soldilar, lekin Ziko cho'ta 2 raund qilmoqchilarmi deyman, 100 speedalar. Zo'r fleshga keldi ekan. Juda ham akkuratni o'ynashyapti. Hech o'tmas ekan. Shu biretti cho'qqilar. Bekorga qo'ymabdilar. Hashga olmoqchilar. Bittada MK mana. 2 raund oqibati. Push qilmoqchiman bittada deyman. Ko'rdilar hashga olmoqchilar. Shotimiz mana. Lekin kilolarni ham mana ko'rib turganingdek pinglari va shikotda. 170 va 139 ping bilan o'ynashyapti. Ziko yana olib ketdilar. Cho'ta sust cho'ta hashga. Hashga aylanib kelishga qaror qildilar. Uni Ziko bilan eshitlarmikinlar? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir ko'ramiz. Уже Ziko payqadilar, chunki ko'rib turganingizda hech kim yo'q mana. Bazasiga chiqib bordilar. Menimcha payqadilar deb o'ylayman. Ular ham orqadan bormoqchi bo'ldi deyman. Bo'ldi. Kelyaptilar. Hashga kelasi chiqib kelishyapti. Ziko zo'r. Ziko Prime hozirchalik. Ikkalasi ham Forex Pro klani o'yinchilari. Sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, shunday video atchasizlar, shunday yozinglar, lichkaga yozinglar, yoki o'zinglarning KD-laringlarni tashinglar. Ko'ramiz, yoqsa olamiz. Xo'sh. Hashga chiqib ketdi. Ziko birinchi orqani midda qaryaptilar, chunki oldini olish uchun zo'r o'ylangan. Hashga o'zi kirib bo'ldilar, lekin bomba qo'ysalar bo'lardi, cho'ta qo'ymayaptilar. Xo'sh. Ziko kutib oladilar. Juda ham akkuratni o'ynayaptilar Ziko, lekin hashga cho'ta berilib ketyaptilarmi, yoki neakkuratnimi, shunaqada. Xo'sh, Ziko yana o'sha M416 M416 bu boshqa o'yin deydi. M4 hozir. Yana kutib oladilar. Yana bitta kill, 5-0 hozirchalik qo'y. Hashga obrat, lekin yomon neakkuratni o'ynayaptilar. Akkuratni o'ynash kerak, akkuratni bitirib chiqib ketdilar. Hech bo'lmasa shunday push qilyaptilar. Xo'sh. Zikoda qo'llarida hech balo o'zgarmagan ortiqcha, o'sha o'sha narsa va o'sha berettis hali ham. Hashga Akimbo Uzidalar, cho'ta Ziko bilan push qilmoqchilarmi deyman? Yo'q. Push qildilar, faqat hashga ulgurib qoldilar bayqo'chishga, lekin Ziko kutib oladilarmi? Ziko kutib oldilar yana kutib oldilar. Polni suxoy bo'ladimi deyman, balki
Shu tolarmikan hashka. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Ziko yuribdilar. Ozgina AFK bo'lib qoldilar. Hashka bo'ldi shu o'yindalar. Ziko cho'ti yana push qilishga o'tdilar va hashka oppoq bo'ldilar, oqardilar. Lekin Ziko bilan cho'ti umuman push qilmadilar. Xo'p, qayerga? Oy. Zo'r lekin hashka o'ldirib qo'ydilar. Lekin bomba zo'r chak berdi lekin jonni. Realni zo'r bomba chak berdi. Lekin omad hashka granazasiga kulib boqdi. Cho'ti yomon katta risk qotdi Ziko lekin AVP oldilar. AVP yomon katta risk lekin. Chunki Zikoda M4 hashkada qo'llarida M4 turibdi. Oy, -86 oyoqqa tegdi o'q. Xo'sh. Nima qilar ekanlar? Pistikda chiqmoqchimilar? Yo'q, xato lekin. Joylariga qaytsalar zo'r bo'lardi menimcha. Hashka push qilarmikan? Ne turibdilar? Oy, headshot, zo'r. Shundoq kalla ko'rindi, otdilar, head va yana bitta shot. Comebackmi deyman, cho'ti. Buni ko'ramiz o'yin davomida. Kilolarning ham pinglari juda ham katta. Zikoda 12 kda va hashkada hozirchalik 4 kda. Hop, hashka oqardilarmi? Yo'q, ozgina oqardilar. Mana fleshka otganlarda cho'ta Ziko push qilmayaptilar. Push qilsalar lekin zo'r bo'lardi deb o'ylayman. Fleshka ochlari bilan fleshka bilan birga chiqib kelardi, lekin shot olib ketardi, lekin buni qilmadilar. Hop, tuman ichidan, dim ichidan chiqib kelarmikan hashka ko'ramiz. Yomon ham akkuratni o'ynashga o'tdilar. Cho'ta hashka ham, cho'ta palapatchi o'ynayotdilar. Ziko lekin ko'p push qilyaptilar. Qanikin oy. Hashka lekin o'ldirsalar bo'lardi. Ozgina reaksiya etishmadi, chunki Ziko chiqib kelganlarida ko'rdilar, lekin keyin otishni boshladilar. Reaksiya etishmadi. Zikoda 7, hashkada esa 2. Xo'sh. Ko'ramiz. Ziko yana tayyor bo'lib kutyaptilar. Otgan fleshkalari prosta takka havoga uchdi, bombalari ham. Oy. Akkuratni o'ynashyapti lekin. Zo'r. Hashka olib ketdilar. Yaxshi. Qo'llarida kalash, 4 ta dim, flash, bomba va molik. O'sha. Pistik o'sha, boshqa narsa olmadilar. Nima qilyaptilar? Hashka kutyaptilarmi deyman. Ziko yana o'sha joylardalar. Mana shu fleshka otganda chiqib kelish kerak edi agar oqarsa lekin. Ziko joylarga kutilibdilar va ko'rdilar, lekin ota olmadilar, reaksiya etishmadi. Ko'rindilar lekin hashka. Xo'sh, yana hit beralarmi deyman hashka. Pingli juda ham baland, juda baland ping. Xo'sh. Va uni dim bilan yana qaytib yopib qo'ydilar. Nima bu bilmayman. Oy, ichidan Ziko Prime hozirchalik dim ichidan shunday olib ketdilar. Menimcha bu hashkaga ko'rinmadi. Dim tashlaganlarda Zikoga ko'rindi. Hashkani tepa qismini to'sib qo'ydi dim. Shuning uchun ham Zikoga esa shunday ko'rinib turdi. Hech qanday oqarib bo'lmaydigan fleshka. Lekin bu yerdagi fleshga o'xshadi, faqat o'zlariga qarshi o'xshadi. O'zlari oqarib qoldilar. Ziko fleshka otganlardi. Realni akkuratni o'ynashyapti, Lekin hech orqadan kelishmayapti cho'ta. Yana o'sha pozitsiya, yana o'sha joydan kelyaptilar hashka. Xo'sh, Pixelman bo'lyaptilar Ziko. Lekin otolmaydilar. Fakt-ku. Chunki juda katta reaksiya talab qiladi. Xo'sh.
Qashqa push qilarmikinlar? Nima deb o'ylaysizlar? Jonlari 30% chakib qo'yibdilar. Yaxshi lekin 30% jon bilan chiqib keladi. Po-libom o'ladilar mana 2%, adashmasam shunaqa, ha. Lekin vaqt 30 sekund qoldi. O'ynab yuborish kerak menimcha. Baba o'lib ketadilar. Tirik qolish chanslari bir 10 ga 10dan 10 shkalada hisoblasak 1 da. Xo'sh, nima qilmoqchilar? 2% jon bilan ko'ramiz. 10 sekund, 15 sekund qoldi. Chiqib kelsalar kerak. Ha, chiqib keladigan bo'ldilar demoqchi edim. Yo'q. Ha, bo'ldi, chiqib keladilar. Oy. Menimcha Stenka bu bo'ldi. Mana temamdagi rasmini qo'yib ko'ramiz. Mana ham rasm ko'ringlar. Stenkadan o'ldirdilar. Через taxta o'ldirdilar. Xo'sh, Hashka va Zikoda ikkalardan pinglari plus-minus bir xil, shuning uchun ja qochishlar bo'lmayapti. Kimdadir 60, 70 ping bo'lganda va kimdadir 150, 160 ping bo'lganda ancha farq qilardi, lekin unaqa emas. Tomonlar almashdi, endi ko'ramiz, comeback bo'ladimi, yo'qmi. Xo'sh, Hashka o'sha taktika beret soldilar. Ziko bratimiz esa o'sha taktikada ular ham qo'llarida hech balo yo'q. O'lasizlarga ko'rsatamiz hozir. Hashka nima qilmoqchilar? Xo'sh. Ziko mana qo'llarida hech balo yo'q. Ko'rib turibsizlar, o'sha оружие. Даже burujlar tamom olganlar, aylanib keldilar. Hashka chiqib keldilar ularning bazalariga va menimcha bilishlari kerak, что oldidan orqadan aylanib kelayotganlarini. Xo'sh, Ziko brat aylanib bo'ldilar. Hashka sezdi aylanib kelganlarini, lekin riski buyoni qaradilar cho'ta. Hop, katta ekrandan ko'ramiz. Xo'sh. Hashka. Oy, Ziko brat prime. Ziko brat headshot beribdilar, headshot etgancha mana. Xo'sh. Ziko Aker Mikromaysermidi? Yo'q, bu boshqa. Plus Aker oldilar, Hashka esa Uzi oldilar, MP7 oldilar. Orqadan aylanib kelishga qaror qildilar ular ham cho'ta. Orqadan aylanib kelmoqchi emasmi? Orqadan aylanib kelmoqchilar, realni orqadan aylanib kelmoqchilar. Ziko sezarmikinlar, chunki Hashka yomon shak bilan yuribdilar. Menimcha eshitdilar. Ha, eshitdilar. Shak bilan yuribdilar chunki. Oy, Hashka omad kulib boqdi. Ozgina reaksiya yetishmadi Zikoga. Va Aker go'psab qoldilar. Xo'sh, qo'llariga full narsalar oldilar Hashka. Hashka hozir fullda. Lekin comeback bo'larmikin yo'qmi? Hozir o'yin davomida ko'ramiz. Xo'sh, Ziko brat nima oldilar qo'llariga? Xo'sh, Ziko brat mana orujani oldilar va aylanib kelishga qaror qildilar. Hashkaning katta xatolari, hozir qilayotgan xatolari aytib ketsa ham o'zlari eshitsalar, ko'rsalar to'g'rilaydi degan umiddaman. Birinchi bo'lib midni qaraganlari yaxshi edi. Birinchi bo'lib midni qarab, middan qarab, hech kim yo'q bo'lsa sekin shu middan через ya'ni A'ga o'tib ketganlari yaxshi, lekin buni qilmadilar. Ziko esa orqadan aylanib kelyaptilar. Xo'p. Ham dimlari ham xato ketdi. O'zlariga minusga ishlaydigan dim tashab qo'ydilar. Xo'p, ko'ramiz nima bo'lar ekan. Bir-biriga juda yaqin o'yinchilar, lekin juda ham yaqin. Xo'sh, mana nima bo'ladi? Oy, Ziko brat olib ketdilar. Hashka atiga 18 jonlarini chakibdilar. Yo'q, 28 jonlarini chakibdilar. Nechta raund deb yozyapti? 13 ta raund. O'yindan oldin ham aytib qo'yganmiz, lekin balki ko'rmagandirlar. Xo'p, o'yin davom etadi. Ziko brat cho'ta nima qilyaptilar? Chatga yozmayaptilar. AFKman deyman. Hashka qanaqa ko'rmashlari mumkin? Oy, Ziko brat olib ketdilar, lekin Hashka ko'rmadilar. Ko'rgan bo'lsanglar, balki men bo'lsam ko'rgan bo'lardim, lekin brat eshitdilar, men bo'lsam ko'rgan bo'lardim. Xo'sh, Ziko olib ketdilar. AFK turib olib ketdilar Hashka ko'rmaganliklari uchun. Xo'sh. Cho'ta yaxshi ish bo'lmadi lekin. Ko'ramiz. Yana AWP oldilar, yana riskoviy vaziyat, juda katta risk bu. Xo'sh, AVMda yana orqadan aylanib kelyaptilar middan. Qani nima bo'lar ekan? Hashkada Yumpi 45 menimcha, ha, shunaqa. Nomi shunaqa edi, adashmasam.
Ziko OK bo'ldi, lekin Qashqor bu yoqdan yana orqadan ketdi, lekin ovozini eshitib turgan bo'lsanglar, ovozlari juda ham yaqin. Bir-birini eshitishmadi deb o'ylayman menimcha, chunki bilishardi menimcha. Bomba qo'yildi. Yana nima qilyapti? Menimcha olib keta olmaydi. Lavimdilar. Oy. Reaksiya yetishmadi, aytayapman, reaksiya yetishmadi. Qashqor bombani yechyaptilar. Hisob 5-12, Qashqorda 5, 12 esa Zikoda. Bu balki oxirgi raund bo'lishi mumkin, balki yo'q. Buni o'yin davomida ko'ramiz. Ikkalolari ham full olishgan narsalarni, ikkalolaridan hamma narsa full. Kuchlar teng, pinglar bir xil. Ko'ramiz. Qashqor menimcha asablari buzilyaptimi deyman, cho'ta mana o'sha push qilyaptilar, cho'ta hech qanaqa flash ham даже Zikoni eshitdilar. Va oy, Ziko olib ketdilar va hisobni ochib berdilar. 13-5 hisobda Qashqorni Ziko yutdilar. Tabriklaymiz. Endi esa ikkinchi o'yinga o'tamiz. Speh va Muzaffarovich o'yinlari. Ularning o'yinlari juda ham cho'zilib ketganligi uchun va shot juda ham katta farq qilganligi uchun oxirgi 3ta raundni qoldiradigan bo'ldik. Ля ты крыса! Oxirgi 3ta raundni mazza qilib, prosta takka hech qanaqa sharhlarsiz ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasa ketdik. Mana ko'rib turganingizdek, bizani jamoamizdagi Speh Muzaffarovichni 13-4 hisobda yutdilar. Bu juda ham zo'r natija, pinglari ham bir xil edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bilan podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Bu birinchi kun edi, ikkinchi kunni ham videosini xudo xolasa chiqaramiz. Agar sizlar ham shunaqa turnirlarda qatnashmoqchi bo'lsanglar, bizning Telegram kanalimiz bor, FX Organization, mana ekranda chiqarib qo'yaman. Sizlar ham bizga o'xshab mana shunaqa turnirlarda o'ynamoqchi bo'lsanglar, shu kanalga obuna bo'linglar va turnir vaqtini yetgan paytimiz bemalol qo'shilib olishingiz mumkin.